Olmazor Qo'rg'on M39 trassasidan 1,5 kilometr, M35dan 2,5 kilometr masofada joylashgan 12,35 gektar, ya'ni 1235 sotuvli yerimizni, ya'ni pромышленный territoriyamizni sizlarga obzorni qilib bermoqchimiz. Obyektimizga kirib kelishimizda 10 qo'limizda 2 qavatli qo'lovul xonamiz mavjud. Navbatdagi binoyimiz ofisli bino bo'lib 600 kvadrat maydonga ega. Binoyimiz yangi pishkang'ichdan qurilgan. Paradniy vходdan kiraverishimizda chap qo'limizda 200 kvadrat maydonga ega binoga ko'zimiz tushadi. Pishkang'ichdan qurilgan, yap-yangi, hali ishlatilmagan qadrdonlar. Biqinida bo'lsa 100 tonnali elektronik tarozi mavjud. Kamida 40-50 ming dollar turadigan tarozi qadrdon. Hozirgi kunda paxta sexi ish olib boryapti qadrdonlar. Oyiga 300 million, 400 million foyda keltiradi, ya'ni arendasi qadrdonlar. 30 sotuvli angarimiz mavjud. Angari qurilishiga ropparasi 200 ming AQSh dollari ishlatilgan. Yo'q, endi darshan qilamiz. Har bir tadbirkor akalarimiz o'zlarining yo'nalishlariga qarab, ya'ni ishlab chiqarish, savdo majmuasi, turar joy majmuasi yoki kottejli garadok qurib barpo qilsanglar bo'ladi. Sotiga keladigan bo'lsa 2400 AQSh dollari belgilandi. Yana kelishiladigan joyi bor va undan tashqari ahamiyat bersanglar, polniy krugovoy 360 gradus shlokablok bilan o'ralgan qadrdonlar sizlarga eng arzon narxlarda eng zo'r obyektlarni taqdim etishda davom etamiz. Sog' bo'ling.